Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamron. Bugun men sizlarni Koreyadagi junior haqida fikrlarimni o'zgartirishga harakat qilaman. Va ko'plarning fikri Koreyada eng nufuzli junior Yonsei. Bu yoshlarning o'zida yurgan xususiy topishlarga iskaga kiradigan junior. Lekin bundan nufuzli ham, yaxshi va arzonroq junior borligini bilamsiz. Xabarni ko'plar biladi, ammo ko'plar tanlovi haligacha Yonsei junior. Men bu fikrni o'zgartirmoqchiman. Nimaga? Chunki ham arzon, ham talablari yuqori emas. Ammo Yonsei nufuzi past bo'lgani bilan talablari yuqori va grant olish foizi shunchalik kam. Xo'p, masalaga aytadigan juniorim Snow, ya'ni Seoul National Junior. Bu chiroyli va zamonaviylashtirilgan. To'g'ri, bu Yonseida chiroyli bo'lmasligi mumkin, ammo menga yoqadigan taraflari bu Koreya bo'yicha nufuzi birinchi o'rinda turadi. Yonsei esa top 5talikda 3-o'rinda turadi. Lekin u xususiy va top 3 Sky Juniorga kiradi. Lekin masalaga aytgandek, meni tanlovim har doim Seoul National Junior. Meniki ham boshida Yonsei bo'lgan, ammo men tanladim shu juniorni. Va arzonroq. Sizda talab qilinadigan narsa eng kam ko'rsatkichlar bu top 3 va IELTS 6.5. Ammo yaxshiroq natijalar bu top 5, 6 yoki IELTS 7.5 yoki 8. Albatta bu ko'rsatkichlar bilan yaxshigina grant yetishingiz mumkin va GKS granti ham shunchalik foiz katta bo'ladi. Va men hammasini narxini yozib chiqdim, ya'ni hamma kurslarni, ya'ni shu 25-yilda hamma turlari, masalan, biznes menejment va boshqa turlari, men bu yo'nalishlarni pullarni, ya'ni naqd pullarni qancha bo'lishini yozdim, ya'ni kontraktlar to'g'riroq aytganda Yonseidiki va Seoul National Junior'diki. Ikkalasini solishtirib, siz o'zingizga kerakli narsani tanlang. Chunki agar Seoul National tanlasangiz, oilangizga pul jo'natishingiz ham mumkin. Va albatta haftada 20 soat ishlashingiz mumkin. Bu bilan oilangizga ham, grantingizga ham yaxshigina pul topasiz, ya'ni kontraktingizga. Va aytganimdek, meni tanlovim bu Seoul National Junior. Men sizlarga ham shuni taklif beraman. Hammaga rahmat.